Barchaga assalomu alaykum. Haqiqiy kaptarvozlar, kaptarish qog'ozlari. Xo'p, akalar, bugun bir ajoyib yangilik bo'ladi. O'tkazib bormaymiz. Like bosmasdan ko'rayotganlar like bosamiz, obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar obuna bo'lamiz. Eronni qush zakasi qildik, bir 2-3 oy bo'ldi. Shu qushlarimiz kelganiga bir 10 kundan oshdi, bir 2 haftacha bo'ldi. Karantinda o'tirib, sizlar ko'rsatmayotgandim. Hali bilsanglar, Eronni qushlari haliga bir o'zimiz Andijon kaptarlarga o'xshaganlari bor. Hali bari qorasi bo'ladi, chubati, keyin bari qizili bo'ladi. Menga haligi qop-qora dumi oqlari bo'ladi. Shunaqalari yoqardi. Shu Cheres akalar orqali shu Eronni akalarga aloqaga chiqib, bir jup Primo Eronni zakaz qildik, mana kelib karantinda o'tirmay kattalar qo'shdik. Hozir ko'rsatamiz. O'zingizlar bir ko'rib baho berasizlar. Xo'p, akalar. Bular bir neobычный kaptar bo'lar ekan. O'g'ri, dumi oppoq. Bu yoqlari qop-qora. Qo'limni bo'g'tib qopti. Bu yoqlari qop-qora bo'lar ekan. Ko'zlari tozalar, yaxshi. Bularni umi uchib o'ynaydi deyapti, bilmadim endi. Ko'ramiz. Qanotlari ham qop-qora, oq joyi yo'q. Bunisi bilmayman, menimcha nari bo'lsa kerak erkagi. Bunisi mana modasi. Bu ham xuddi tashtaqa. Bunisi faqat ko'lsasi bor ekan, bunaqa salati. Xo'p, Eroli aka xollagan Adush rahmat katta. Bu qanotlar ham bir ajoyib bo'lar ekan, uzun bo'lar ekan. O'zi ham de figurasi ham bir uzun bo'lar ekan. Bu kaptalarni Andijonlarga qo'shish maqsadida, gibrid qilish maqsadida olib kelganim yo'q. Men o'zim ishqim ketgandi, bir paytlar ko'rib, internetlarda shu hali imkon bo'lib qoldi. Zakaz qilib olib keltirdik. Prosta o'zimizga qiziqishga boqqani, noto'g'ri fikrlar qilmanglar. Xo'p, akalar, videoni kuzatishda davom etamiz. Shu ko'ryapman 5000 ta, 6000 ta prosmotr bo'lyapti. 100 ta, 200 ta like bo'lyapti. Gap so'z yo'q, akalar. Addi shu hurmatdasizlar. Akalar, shu prosmotrga qarab bitta like, bitta podpiska, bitta like, bitta podpiska qilib qo'yinglar. Akalar, iltimos bizda ham aktiv ko'tarilsin. Shuncha qilayotgan mehnatimiz hammasi sizlar uchun bo'lyapti, akalar. Xo'p, nima deyman? Kuzatishda davom etamiz.